Salom Gulchehra, qalaysiz? Yaxshimisiz? Tezamisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Sochimni nima kraskaga bo'yadi, shunaqa yaxshi turibdi. Ranglari ham ishoning, shunaqa xunuk bo'lib chiqib ketardi. Men professional STLga, professionalga bo'yaganimda ham xunuk bo'lib ketardi. Siz bo'yaganingizda, может, balki massaga to'g'ri qo'ygandirsiz. Может, o'shani hisobigami bilmadim. Ana, oldi o'zi oqaradigan joy, tez oqaradigan farqi yo'q. Atak qolgan uzunliklaridagi rang zo'r turibdi, chiqib ketmadi. Baraka toping. Nima kraska edi, даже so'ramadim, o'sha kun ko'rdim-u, ota esimda qolmadi. Ana tashlab qo'ydim rasm. Ha, o'shancha aytdim-da. Yo'q, sizni qo'lingizda, конечно. Просто o'sha massaga to'g'ri qo'shganingiz uchun hammikin. Yana bilmadim. Chunki Toshkentda ham necha marta professionalga bo'yatdim. Ana achindim-da, rangi ola-kula bo'lib ketaverdi-da. Men aytdim, oddiy kraskaga L'Orealga bo'yab yuradigan bo'ldim-da, oddiy kraskaga bo'yadim. Nima professionalga bo'yadim, baribir bir go'r ekan. Bir oy bo'lishi bilan rangi shunaqa xunuk bo'lib tashlab yuboryapti-da. Sizda tashlab yormayapti. Mayli, oldi qismi oqarishi, u tez oqaradi, unga hech qanaqa nimam yo'q. Lekin aytaman, qolgan joylari ham turish kerak, chiroyli bo'lib. O'shaqa bo'lmayapti-da. Achinayotdim, keyin pulimga bor deb, keyin o'sha kuni siz bo'yadingiz-ku. Mana hozirgacha yaxshi turibdi. O'z ustingizda ishlab o'qiyotganingiz uchun balkim shu ham plusda, конечно. Shunaqa. Endi o'sha kuni rasmga olmabsiz, chochimmi? Do'yi postli qilganingizda kommentariy yozib berardim chiroyli qilib. Rost, haqiqatda aytgan holda-da. Rasmga olmabsiz. Eski ham kelmabdi. Endi boshqa soch kaltaroq, shu boshqa rangga bo'yaganingizni aytsangiz, keyin kommentariy yozib qo'yaman. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Charchimay ishlayapsizmi? Voy, ishlaringiz вообще ishim oson bo'lib qoldi. Shu sochimni keratin qildirganimdan beri o'zim ham zerikib ketdim. Bir xil prichoska, bir xil hali muhit, hali qandaydir o'zimga yangilik kiritganimga ancha o'zim ham hali boshqacha prichoskalar qilib yuradigan bo'lib qoldim. Ham anaqa bir vaqtim ko'p olardi oldingi nimasida. Hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi, Allohga shukr. Siz ham qo'llaringiz dard ko'rmasin, xudo xolisa. Zakaz qilgan shampuni, balzamim kelsa, boraman, xudo xolisa, opa. Rahmat, katta, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Oldin ham sochimni keratin qildirganman, 2-3 marta, lekin tezda anaqa bo'lib qolardi. Tezda yana o'zini holiga qaytib, shunaqalar bo'lardi, lekin hozir xudoga shukr, ancha yaxshi turib beryapti, o'zini tashlab. Holati yaxshi, xudoga shukr. Rahmat. Assalomu alaykum, Gulchehraxon. Yaxshimisiz? Singlim, sizga kattakon rahmat. Sochimga oq tushgandan beri har xil bo'yoqlardan foydalanib, hech ham ko'nglim to'lmayotgan edi. Ilohim qo'llaringiz dard ko'rmasin. Siz parvarish qilishni boshlaganingizdan beri sochimdagi bo'yoqlar ham uzoq vaqt turadigan bo'ldi. Ishlaringizga omad tilayman. Guli, yaxshimisiz?